Viloyatlik haydovchilar endi Toshkent shahrida taksistlik qila olmaydi. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 2-aprelda qabul qilgan qaroriga ko'ra, haydovchi o'z hududida, ya'ni litsenziyasi ko'rsatilgan hududda faoliyat olib boradi. Masalan, Qashqadaryoda ro'yxatdan o'tgan 70 kodi bilan boshlanuvchi avtomobil o'zga yondosh hududlarda faoliyat olib boradi. Ular Toshkent shahriga kelib haydovchilik qila olmaydi. Paradigma o'z mazkur qaror bo'yicha Toshkent shahrida faoliyat olib borayotgan haydovchilarning fikrini o'rgandi. Vazirlar Mahkamasi 2025-yil 2-aprelda qaror chiqardi. Qarorga ko'ra, endi Toshkent propiskasida bo'lmagan haydovchilar Toshkent shahriga kelib taksichilik qila olmaydi, ya'ni shahar ichida. Ha, men taksist emasman lekin. Har xil fikrda bo'ladi odam. Unaqa fikr yo'q aka. U noto'g'ri o'zi deb o'ylayman men. Noto'g'ri qaror deyman aka. Ana har xil bir xil shundan tirikchiligi bor. Taksi qilayotgan shuni orqasidan pul topadi, o'ylasin bu qadar o'zg'orini qiladi. Qaror to'g'rimi sizningcha endi? Yo'q, bu qaror qanday to'g'ri bo'ladi? Misol bu yerda chetdaki bu yerda o'qiyotganlar bor, boshqa bor, o'qishdan keladi. U qanday keladi? Bilmasam endi menga qizig'i yo'q, lekin bori to'g'risi. Propiskasi bo'lmagan shaxslar ham haydovchilik qilishga haqqi bo'lsa kerak. Toshkent shahar O'zbekiston Respublikasining poytaxti-ku. Balkim to'g'ri qarordir, balkim noto'g'ri qarordir, lekin Toshkent shaharda ham hozir poytaxt ichida ham avtomobillar juda ko'p bo'lib ketgan-ku. O'shani hisobini ham olayotgandir. O'zbekiston-ku, hammasi bir-ku. Bilmadim endi men nima deyalaman. Atak O'zbekiston hamma o'zimizni joy. Boshqa joydan keldimi, u yoqdan keldimi? Litsenziyasi bo'lsa qilaveradi, nimasi bor? Yo'q, lekin hamma tirikchilikda yuribdi-da. Masalan, ular masalan bir ikki so'm topaydi, bola chaqa boqay deb yuribdi. Bo'laversin-chi, qani? Balki yaxshilikkadir. Umuman noto'g'ri. Qanday bo'ladi? O'zi Toshkentni 70% viloyatlik bo'lsa, tirikchilik qilayotgan ko'p o'zi Yandexga yurgan bo'lsa, taksida yurgan bo'lsa, Endi faqat shu Yandex viloyatga ketdi deb hisoblaydi. Viloyatga ketsa aka, avtomatik narx ko'tariladi aka. Xalqqa qiyin bo'ladi-da shu. Xalqqa qiyin bo'ladi. Tushib yana boshqa taksiga o'tirib yana kelib. bu narx ovoragarchilik ta'sir qiladimi? Albatta. Narx oshiladi. Albatta ta'sir qiladi. Bir tarafdan to'g'ri ham, bir tarafdan noto'g'ri ham-da. Qanday to'g'ri yoki qanday noto'g'ri? Endi to'g'riligi endi bu yerda hamma tirikchilik qiladi, boshqa qiladi. Noto'g'riligi lekin bilmadim. Endi alaqalar ham bor-da, Toshkent shahar ichida kira qiladiganlar ham bor. Shular hisobiga ham shunaqa qilayotgan bo'lsa kerak, probkalar hisobiga. Qarorga ko'ra, misol uchun haydovchilarga berilgan litsenziyaga hudud yoziladi va o'sha joydagina haydovchilik qila oladi. Misol uchun endi Jizzaxdagi taksichilar to'g'ridan-to'g'ri Toshkentga kirib kela oladi. Bu qaror to'g'ri deb hisoblaysizmi? Men to'g'ri deb hisoblayman. Bu nima deydi? Atrof muhtojgina bo'lsa ham tozalashga kerak-da. Chunki Toshkent shahar va Toshkent viloyati shahar va viloyatda kira qilgani ma'qul. Misol uchun o'zini viloyatida kira qilgani ma'qul. Odamlar sarson bo'lmaydimi? Endi Sarson bo'ladi aka. Bo'lmagan qaror. Yaxshimi? Noto'g'ri qaror aka. Aniq ko'rinib turibdi-ku noto'g'riligi. Sarson bo'ladi klient. O'zingiz bilan viloyatdan kelayotgan bo'lsa, Samarqanddan keyin Jizzaxga, Jizzaxdan Sirdaryoga cheris qancha pul ketadi aka? Birlanki biz uchun Qashqadaryodan kelayotgan bo'lsa, 150 bilan keyin qayda yo 250 300 bilan keyin qayga? Jamoatchilik faollarining fikriga ko'ra, mazkur qaror konstitutsiyaga zid. Iqtisodchi va huquqshunoslar buni 2017-yilgacha bo'lgan Toshkent propiskasini qaytayotganligini aytishmoqda. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Paradigma o'zini kuzatishda davom eting.